Ala. Aka, manga be. Yaxşı turdunmu, Marko? Gep qilgan bo'lsang, yordamlashmabdim. Bak ishonchimi siz Bertola? Yaxshimsizlar? Yaxshimsiz, Katilina hada. Tunugin Aran deganda xizmat topdik. O, shundaqmi? Muborak bo'lsin, Rojino. Rahmat, tomchiga yordamchi bo'ladigan xizmatgan. Nemini degan bilan kishining umrini qisqartiradigan zavodga xizmatdan yanali afzal. Bu qatim yana 3 kun ishlab bo'ldi qilsang, bo'lmaydi-chimi? Angladingmi? Xotirjam bo'l, Katilina, men ketdim. Yaxshi ishlar. Bilma. Hammamiz san qarashliq, ha? Doda, Katilina hadamlarning turmushi endi yaxshilanadigan bo'ldi, ha? Ilm talib ekan, bu kunlarda bir xizmat topmoq oson emas. Nima? Xizmat izlab yurganlar ko'p o'xshamamdi. Shundaq, agar xizmat tepish oson bo'lsa, opang undaq jiroqga ketamdi. Undaq bo'lsa, men Jina adamning yugurib yetmishlariga yordamlashaversam bo'g'idak. Shu, uning ustiga shundaq qilsang o'qishingim ta'sir etmaydi. Lekin meni ravris xizmatdan birini tepishligim bor. Shundaq qilsam boshqalar meni cho'ng odam qatorida ko'radi. Hatto ishni kim qilamaydi? Uni hamma odam qila oladi. Aldirma, men akang bilan maslahatlashdim. Seni yaxshi o'qitib, kelgusida yaramliq doktor qilay deyman. Unda qilsam qandoq bo'ldi? Bo'ldi. Men mangay. Doda, xo'sh, sen tushlik tomoqsan. Xo'sh. Opla, tezroq bo'lsam rostdan chiqib qoldikmi? Gezi sotma, gezi. Gezi sotma, gezi. Yemiliyor? Qiziq ish. U og'rib qolib dam olayotgan-ku, lekin oqidan qarsam shuning dal o'zi. Bu nimishdi? Fernando? Emilio og'rib qoptimish. Rostmi, Xudo o'z biladi. Rost og'rib qoldi.
Ağırıp qaptım iştəxi. Menіңcə məktəbdən qaçqan nima? Onun işləb atqanlığını kördüm. Yalan! Onun anginası şıpşırınlap ketdi. İşligin yok. Bo'ldi. Angina bo'lib qolsa arvoydab qish to'shabdi. Ey, o qamchisini bir silkisidan qizitmish yanida-da, a? Uning turqi qarsanli xuddi jip yumlaq at tiziga o'xshaydi. Yeviliyo maktabimizda o'quvdek salohiyatimi yo'q? Sizlar uni uyga kirdigan bo'lsangiz xuddi ig'ildek sesiq. At tiziga, at tiziga, vur sesiq, vur sesiq. At tiziga, Kichik bola bo'zaq qizlar, ha? Sen onu mu qarın? Emilio bilan onun inisi xuddi cho'shqaga o'xshaydi. U degan yolg'onchi. Bizning uy egil emas, menni toshqa emas. Yanılı sizlarmi? Mushuning bilan ikki ketim bo'ldi. Endi sizlarni hargiz kechirmayman. Men emas tashatgan u. Men emas. Nima dedim? Bu emas. Ular Fernando'nun bo'zaq qilg'achqa u tashatdi. U dih kichik. Buni ancha bilmaydi. O shumteklar, sizlar yana kichiklarni bo'zaq qilmoqchimi, ha? U yolg'on so'zladi. Az gap qil. Yolg'on so'z degan o'zinglar. Men sizlarning pochig'inglarni chekib o'tmaydigan bo'lsam, Men emas. to'xtab turish. To'xta, to'xta. Bunga Fernando. Tura bir yerim og'rirdimi? Xo'sh, Marko. Xo'sh. Yaxshimisizlar? Bugungi darsni birlikda o'qiylik. Marko! Marko! Bugün herkes kon yollanmama. Oldun mu? Nemişqa? İş qilib men oldin deb qo'ydim. Paqas bo'g'in. Men mong demamsa. Marko. Yaxshimsan, Marko? Yaxshimsan. Fernando, Emilio rostdan og'rib qoldimi yoki ishlayotamdi, ha? Meni ozroq ishim bor. Men mag'ashtirayamsa. Xo'sh. Xo'sh, Marko. Hey, beshon chiqama, u keldi. Tomikoning degani rostganda. Yaxshi. Qarab turish. Mukishmak o'ynash mening eng yaxshi ko'radigan o'yinim. Hey, diqqat qilinglar. Sizlar nim qilmoqchi? U qochib ketdi. Tez, chapsan, tez. Chapsan. To'la, tez. Voyat kel. Tez, tez. To'la, tez, tez. To'xta deyman. To'xta! To'xta! Kechirib. Bu ben başla yeni silahma. Endi tezroq bo'lmasam ko'kda dukallar taqilib ketadi. Astagfirullah. Nasbasdi-da. Uni yana qochirib qo'ydik. Ey, bu ya nima degan paskina, sesiq. Ey, mushundaq joyda odam o'ltiramdi. Ey! Adam turanda tumanda sening nima qaring? Sesiq tuyulgan bo'lsa yo'qol. Do'zaxga borsam ixtiyoring. Yo'qol. Vossaro xotin. Men qaytib keldim. Doda qaytib keldingmi? Uf, endi o'z qaytib kelmabdi.
Endi Köktat bazarga berişim gerek. Ha? Amidiyo. Men bugün aldırap kaldım. Sen öyle qarapdı. Men bazağa berip keley. Xoş. Nima? Muşu 5 kilo 6 sota alamsız? Bak qimmatga. Men 2 kilo alay. Raqiblar tar yo'lda uchrashadi degan shu-da, Marko. Yemiliyor işiniz ne boptu? Eğer men xizmet tapalıgan bolsam, men mi işligen bolatdım? Yaxshi-ku, oyli bo'yicha Argentinaga berib ishlasanglar bo'lmamdi. Atsa! Hey, men hammini bilaman. Dadang cho'ng doktor bo'lib, boy bo'laman deb boshqalar tarafidan oldinibdi-ku. Boy bolman dep emas. Shundaq bo'lgandimi, o'g'ilvolchilik yo'q nimikan? Nim dedi? O'zi uyda turib, xotinini Argentinaga pul tepkilishga avatgani nimisi? Biz o ayna ishi bilan Sinan imkori, ha? Qo'g'lala! Tutib olayli uni. Dadasining jigiri yo'q bo'lgan ekan, o'g'lining halimi shu-da. Etlek! Keçin tatib et. O lalma ishliginini qara. Qon chiqibdi. Ha, to'xtab tur. Men doktorxonaga berib kelay. Ata maktabda ko'rishib olamiz. Ma'qul. İxtiyoring ketgan bo'lsa ketiver. Bu yerda turma. Undaq bo'lsa, rastlik etsam bo'lamda? Ketgin. Yaxshilik yarashmaydigan. 3 yildan beri japa tatibsan uni o'rgatdim, lekin bugun Rastlik qo'shildingizmi? bu asta ishlamayman desang, men qanday qilatdim? Seni ep qalalaytimmi, ha? Undaq bo'lsa men ketdim. Yo'qol vijdonsiz. Ochiq yutib o'lib ketadigan bo'ldim. Bu yerda odam yetishmayotganini ko'rib turib, qilayotgan qilig'ini qara. Siz rostla odam kerak qilamsiz? Bir qo'limni ish qilolmayapsam, yo'qol. Undaq bo'lsa, men sizga yordamlasam qandoq? Nima? Sen? Shundoq daga. Ma'qul daga. Men ishlab opamdan tezroq yenib kelish uchun harakat qilay. Qara, men cho'ng odam bo'ldim. Uy, kechir dada. Nimanç kech qalding bolam? Maktabda bir ish chiqib qoldimi ya? Biraz işim chiqib qoldi. Ey, yuzingga nim bo'ldi? Voy, bolalar bilan so'qishib qoldim. Xeli bakla uribdi. Ish qis yo'q dada. Men boy xizmat topdim. Yog'och pishiqlab ishlash zavodida. Men toza maskelidiga. Kela. Ey o'yjon. Kela ko'rib baqay. Man qara, surtib qo'yay. Qara, at ishib chiqadigan bo'ldi. Ish qis yo'q. Bo'lamdi dada.
Nima bo'lamdi? Yağa saatida ishlashchu. Qalaymiqan gap qilma. Qalayqan gap qilganim yo'q. Yağa saatida xo'jayin ishiltib ko'rib baqadigan bo'ldi. Uning atay deb qo'ygani sen degan kichik bal tursan texi. Men kichik bola emas. Men opamdek ishlayman. Hergiz jigiri yo'q, to'q yurak bolalardan emasman. Cho'qim ishlayman. Cho'qim. Bildim. Qandaqli bo'lmasin bugun uyda tinch yotsan. Dada, sen burun rostilla boy bo'lmoqchimiding? Boy bo'lmoqchi? Nimishki bundaq deysan? Sen bilmaysan. Ish qilib, endi men o'qimayman. Ertadan boshlab men sizlardek butun kuchim bilan ishlayman. Bo'ldi, so'zlayverma bolam. Meni ancha kimlar shundoq da'vatdi deb o'ylamsa, sen meni ko'zga ilmamsa, meni to'q yurak deb qaramsa, ha? Men cho'qim ishlayman. Bo'ldi. Bugun tushlik tomoqni men etay. Sen yetib yaxshiroq demog'im bolam, ha? Yo'q, men dadamni yaxshi ko'rmayman. Marko! Marko! Her qaysı el ağiniler açsınlar. Xapino yağış konçaq ömügümüz bütün dünyanı çögülüp, bütün deniz okyanlarını halkıp, Rim Milan şəhərlini aylanıp bugün gün ayağı geldi. Köpçülüknün oyunumuzga qadam təşrif qilishini ümid qilamiz. Bu qızның ismi Conjito. Bunun bu nazik kolları bəkmi sehirlik. Yağış konçaqni usulga salalaydı. Onun yıkımlık avazda etkan yangraq naşıları kişini məftun qilib, pərilərini əslətidu. Fiolina! Fiolina! Dağade. Ha? Bayaq şarkı çıkmısan? Tağa meni qabul qilinga. Dadam o qo'shildi. Rost qo'shildi. Rostım neysam? Siz boyi men yordamchi bek ehtiyojli degandingiz-ku. Men uni o'tib qo'ymoqchi bo'lgan. Men shundaq o'ylagan. Biroq qara, sen tek kichik, cho'ng odamlarning ishini qilolmaysan. Tağa. Men xapamagan, ha? Voy gapib turmaydigan. Sen nimişki meni taşlayıp etsen? Menden ayrılıp gitemsen? Bu yaş mening qalbimni o'ziga maftun qilib oldi. Mening muhabbat o'timni lavuldatdi. Ondaq bo'lganda men bu dunyodan yo'qolishim kerak. Men Yarınız. Meni tosma. Men o'lib olman. Hech kim sizni to'simadi. Men o'zimni o'ldirib olaman. Men o'zimni o'ldirib olaman. Fiolina!
Amidiyo? Meni tosma. Agar tosmoqchi bo'lsang tezroq bo'l. Men sizga yordamlashim. Men sizga yana bir xanjar solay. Nima degan qo'rqinchliq ayollarning yuragi. Nima degan tasodifiy oqibat. Sen mening muhabbat o'timni lavuldatding. U ichilib to'zimaydigan gulga aylanadi. Fiolina, tez bo'l. Bu yuqori mahorat uchun dangliq artistka Konjitaga alqish yangirtayli. Shundaqla ko'pchilikning yanchiqlaridan mayli tanga yoki qog'oz pul bo'lsin chiqarishni qarshi olamiz. Rahmat, ko'pchilik rahmat. Fiolina, tez bo'l, tez. Mushundaq qiziqarli o'yinga, birinchi maydon o'yinga mushundaq muomala qilsa, bu ginoyaliklar bek piqsiqkan. Temir qo'raza. Dada. Shundaq emasmi? Chavoqchilikni bildi, lekin pul chiqarishni bilmaydi. Bundaq qilsa biz qachonlarni pul tepib Argentinaga yetib bora olamiz? Argentinaga! Argentina? Fiolina, biz mangayli. Bo'pti, bu yerdagilar men xapin uning Martin tushunmaydi ekan. Bo'pti, tushunmayapsan. Amidiyo. Kechiring, bu akamning maymuni. Rahmat sizga. Bu ishlarni Argentinaga boramiz deganinglar rostmi? Fiolina, biz mangayli. Ular rostla opam turayotgan Argentinaga boram deganda. Marko'ning savog'dishi Emilio og'riq deb maktabdan ruxsat so'ragan bo'lsa-mu, amaliyotda oilasida qiyinchiligi bo'lganlikdan ishlayotadi. Pul yig'ib Argentinaga berib opsini tepish uchun Marko'mu ish topmoqchi bo'ldi. Emilio uni potolka yuyadigan xizmatga tunishtirib qo'ymoqchi bo'lganda, xo'jayin Marko'ni kichik ko'rib ishlatkizganmidi. Qaysar Marko naq maydonda potolkalarni yuyib xo'jayinga ko'rsatib qo'ydi. Natija zodi qandaq bo'ldi? Keyingi qitimda yaxshi birodar Emilio degan qismini ko'ringlar.